Dengizning markazidagi bino meni doimo hayratga solib keladi va o'zida juda ham ko'plab sirlarni saqlab kelayotgan Qiz kulesi Istanbulning ramzi hisoblanadi. Keling, to'laroq ma'lumotga birgalikda ega bo'lamiz. Qadrli do'stlar, mana chiptani oldik va biz mana shu kemada hozir demak Qiz kulesiga o'tamiz va ichkarida nimalar bor, yuqoridan demak hammasini birgalikda tomosha qilamiz va sizga bor voqeani batafsil qisqa va lo'nda qilib tushuntirib beraman. Vapurimiz Qiz kulesi tomon qalqidi va 5 daqiqalar chamasi xudo xolisa mana yetib olamiz. Yaqinimizda turibdi shundoqqina. Biz afsonaviy Qiz kulesiga yaqinlashib kelyapmiz. Vapurda aynan shu manzil bizni kutmoqda. Qiz kulesi qanday sirlarni o'zida berkitgan, hozir o'rganishga harakat qilamiz. Qiz kulesining tarixi miloddan avvalgi 5-asrga borib taqaladi. Avval mudofaa minorasi, boshxona punkti, qolaversa mayoq va karantin binolari sifatida foydalanilgan. Asrlar davomida vayron bo'lib, yana ko'p marotaba qayta tiklangan. Va bugungi kunda bu minora Istanbul ramzi, qolaversa turistik zona, ichkarida restoranlari bor. Albatta o'ziga xos mana shunday insonlarni kayfiyati chog' bo'ladigan ajoyib maskanga aylantirilgan. Demak, ichiga kiramiz va afsonalarga to'xtalib o'tamiz. Shunoqini eshikdan kirishingizda mana ajoyib ravishda kafe tashkil etilgan choy bog'chasi sizga bo'ladi. Dimog'ingizga borib, qahvani shundoq qilib o'tirib deb o'ylayapti, ishlaringiz ochaveradi. Odamlar mazza qilib o'tirishdi. Ketdik. Kafedan chiqishimizda esa ichki hovli, mana minoraning ichki hovlisi ham o'ziga xos, shinamgina va bu yerda mana zinalar orqali demak biz yuqori, eng yuqori demak terrasasiga ham chiqish imkoniyatiga egamiz va ichiga ham kiramiz. Ketdik. Mana endi Qiz kulesini mana haqmana ichiga kiryapmiz va bu ichidan eng yuqori o'sha terrasasiga, ichiga tomga chiqish imkoniyatiga egamiz. Avval mana qani ichki qismini birgalikda tomosha qilamiz. Bu kartinaga e'tibor qiladigan bo'lsak, Fatih Sultan Mehmet fath etgandan keyin Istanbulni mana shu Qiz kulesiga demak bino barpo etgan va bu askarlarni qo'ygan. Bu askarlar nima vazifani bajargan o'sha paytda? Kech tushganda yotish paytini bildirish uchun sirenalar chalingan. Ertalab demak bomdod paytida ham sirenalardan xalqni uyg'otishgan va bayram kunlari podshoh taxtga chiqqanda, qolaversa boshqa tadbirlarda ham bu zambaraklardan o'qlar otilib bayram bo'layotganligini xalqqa ma'lum qilishgan. Ushbu suratlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana Qiz kulesini birinchi ko'rish qanday holatda bo'lgan? Bu 5-yuzillikda olingan, chizilgan suratlar, ya'ni o'sha paytda albatta kemalarni Qora dengizga o'tishini nazorat qilgan, mayoq vazifasini bajargan, boshxona vazifasini bajargan. Mana shunday o'ziga xos demak bu Qiz kulesini ko'rinishi. Biz demak yuqoriga qarab chiqyapmiz. Binoni eng yuqori qavatiga chiqish uchun 5 qavatga biz ko'tarishimiz kerak ekan. 5-qavat bu tom hozir butun Istanbulni tomosha qilamiz. Ketdik. Azizlar, biz Qiz kulesining eng yuqori qavatiga chiqdik. Hozir tashqariga chiqamiz. Undan oldin esa aynan nima uchun Qiz kule deya nom olgan bu imorat mana shu surat gapiradi sizlar uchun. Ya'ni bu suratda mana shoh qizini ushlab turibdi. Nima uchun? Chunki qizi aynan mana shu binoda vafot etadi. Negaki tushida qizini ilon chaqib o'ldirgan ekan va aynan qizini ilondan muhofaza qilish uchun dengizni o'rtasida ilon kelmaydi deb mana shu binoni quradi. Qizni esa shu yerga olib keladi va shu yerda istiqomat qiladi. Yeguliklar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, mevalar ichidan ilon chiqib, qizni afsuski chaqib o'ldiradi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi deyishadi-ku. Haqiqatan ham shunday ekan. Shundan so'ng bu mahzunlik nomi ila Qiz kulesi deya bino nom olgan. Biz demak mana hozir binoni hovli tarafidan zinadan yuqorisiga chiqdik. Bu hali eng yuqorisi emas.
Bu yerdan bilasizlarmi? Mana ochiq joylar, dengizni tomosha qilishinglar mumkin. Albatta, bu yerda qo'riqchilar, ya'ni askarlar turishgan, mudofaa qilishgan. Qolaversa, mana shu boshqona punkti sifatida ham faoliyat yuritgan paytlarda ham qanday kema kelyapti, qaysi mamlakatga tegishli, hammasini tekshirib, mana shu yerda kerak bo'lsa pulini olib, keyin Qora dengizga qarab o'tkazib yuborishgan. Mana bu zambarakni ko'ryapsizlarmi? Bronzadan ishlangan ekan. Tarixi esa qisqacha bayon etilgan. Mana bu yerda e'tibor qilasizlar, 1875-yilga borib taqaladi. O'sha paytda Usmonli sultonlaridan Sulton Abdulazizxon tomonidan, demak, Qiz kulesi mudofaa vazifasini bajargan. Bu zambarakdan mana bu yerda turibdi, u yoqda, bu yoqda hammasini to'liq ko'rsatib o'tamiz. Wow! Mazaku, dengizning o'rtasida butun atrofni tomosha qilishga nima deysizlar? Qiz kulesining eng yuqori terrasida turibmiz. Haqiqatda ajoyib manzaraga guvoh bo'lishinglar bu shubhasiz. Ta'rifga til ojiz. Ko'zim maza qilyapti. Sizlar ham maza qilyapsizlarmi? Yaqinroq keling. Kadrni atrofni ko'rsataylik. Galata kulesining eng yuqorisidagi odamlarni shundoq ko'rinib turibman. Qoyib. Atrofni ko'zinglar bilan ko'rib qo'ymasanglar, mana shu sayr durbini orqali ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Galata kulesi uzoqdan ko'rinib turibdi, lekin mana shu durbin orqali siz bemalol o'sha yerda turgan odamlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Ayniqsa men inkruiz etmaysizmi? Inkruiz ichiga qarasangiz, nimalarni ko'rasiz, Xudo biladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Vah, shoboda, dengiz havosi maza, dengizning o'rtasida butun atrofni tomosha qilish haqiqatda o'ta maroqli. Sizlarni ham taklif etamiz, Qiz kulesiga kelinglar, marhamat. Hurmatli do'stlar, Qiz kulesiga bo'lgan sayohatimiz ayni shu damda o'z nuqtasiga yetmoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Istanbuldagi yana qaysi manzillar sizni qiziqtiradi? Qaysi tarixiy maskanlarni chiroyli ravishda sizga obzor qilib berishimizni xohlaysiz? Kommentda yozib qo'ysanglar, albatta siz uchun ajoyib bir lavhalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Kamina Sherzodbek, barchangizga tashakkur bildiraman. Mana biz Qiz kulesi bilan xayrlashamiz. Yana ko'rishguncha.